Assalomu alaykum, yana bir bor hammaga xayrli kech, zo'r kayfiyat. Bizning kayfiyat har doimgidek zo'r, chunki ertalabdan shunga sozlaymiz, rostdan ham. Chin ma'noda bugun Gulzoda Xudoynazarova tomonidan improvizatsiya ovqat. Bilmayman, tovuqqa nimalar qo'shilishi, retseptlar, boshqa narsalar bilan bo'lmaydi. O'zim qalban his qilganim bo'yicha ovqat qilaman-da. Mana bu ovqatimiz tovuqni filesi deydimi, lahm va mor, chesnok, bir 4 ta katta piyozni birinchi sal o'ldirib oldim, nima deydi, yoqqa ustidan tovuqni soldim. Dimlab, xuddi dimlamaga o'xshatib qo'ydim va